Xo'p. Assalomu alaykum bizni kuzatuvchilar, obunachilarimiz. Navbatdagi asal olishlik jarayonini hozir harakatini qilyapmiz. Bizni qo'llab-quvvatlab turinglar. Like bosib, obuna bo'lib qo'yinglar. Biz navbatdagi ish faoliyatimizni boshladik. Har ish boshlashdan oldin harakat qilyapmiz. Dimar yoqishlikka. Dimarni yoqib, asal olishlikka harakatini qilamiz hozir. Shudring tushib nam bo'lib qolibdi gurgutlarimizdan. Shudring tushib qolibdi. Gurgutlarimiz nam bo'lib qolibdi. Muhammad Solih, borib gurgut olib keling o'g'lim. Gurgut. Gurgutimiz ho'l bo'lib qolibdi-da. Uyga borib gurgut olib keling, gurgut. Gurgutimiz ho'l bo'lib qolibdi-da, ho'l. Boring, borib gurgut olib keling o'g'lim. Ha. Ha? Ha, menga gurgut olib kelib bering, keyin qolaverasiz, xo'pmi? Bu kichkinamiz aridan qo'rqyapti shekilli. Qolsam bo'ladimi deb so'rayapti. Buni yoqib olmasak bo'lmaydi-da. Shunda ham qani tavakkal ochib ko'ramiz. Bismillah. Romlarimizda hammasida asal yo'q. Shunga asal yo'q romlarni qoldiramiz. Asalli bor romlarni olib ketamiz. Bunda ancha-muncha asal bor ekan. O'sha romlarni olib ketamiz.
asallarimiz o'tgan safargidek bo'lmasa ham holati yaxshi. O'tgan safargisi juda ham yaxshi holatda edi. O'tgan safargisi juda ko'p edi. Barakasini bersin, oz bo'lsa ham bu hozir joy bo'shatmasak bularga ro'y tortaveryapti-da. Ko'p asallarlarimiz. Biz vaqti ham kelib qoldi asal olishligi. Vaqtimiz borligida olib qo'yishimiz kerak. Bizni kuzatishda davom etinglar, biz kuzatuvchilar. Medagonkadan o'tkazayotgan paytini va pichoq bilan issiq suv bilan kesayotgan jarayonni ko'rsatib o'tgan bo'lamiz. Hammaga katta rahmat.